Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Anchadan beri yotgan velosipedimiz bordi uyda. Mana bu yigitniki edi. Xullas kelgan bagaj singan, bagaj mana qaramaganda xullas. Buni olib tashladik. Keyin mana orqaga superli bo'lganida 7 ta skorostlik. Buni olib tashlabdi, chexovskiy, germanskiymi, chexovskiy yakkali apparat qo'ydirganmiz. Keyin mana o'rta charximiz ham 3 talik bo'lganida mana eng kichkinasi. Mana endi bu o'rtanchisini qog'izib turib, rossiyskiy qani u? Mana bu yerda ekan. Rossiyskiy velosipedni charxini kesib, razmeriga qo'yib turib, mana bunaqangi holatga kelgizdik. Sentr qolib, har tomonlama. Endi buni qani, mana ko'rsinlarchi. Ko'l baho berib qo'yadilar. Tormozlar oyoqlarda, oldida ham tormoz bor. Bismillah, ketdik. Tezlashi, bitta qaytib kelib tezlash borchi. Tezlash. Tezroq yurchi. Mana. Bo'laveradimi? Texnologiya degan joylariga jo'natib beradilar ustalarga.